Surap atandan qancha kun keldingizlar desam, yo'ldan tashqari 5 kun keldingizlar. 5 kun xizmat qiladi. Taqalaylar. Bu yerdagi misol maqsad ayrimidagi qiynalib жатқан uydan borib tamoq yeyishmaydi. O'zlarining tamog'i bor. Jata turgan yeri Allohning uyi bo'lgan mesjid. Bo'ldi. 5 kundan keyin deyapti. Biz ketamiz, qayradan dab-tayyor davletiga jamoat tayyor bo'lib turadi. Bizning yo'q ekanimizni bilgisizlar, qayra o'rniga kelib qoladi. Yordam deb shuni aytadi. Yordam deb shuni aytadi. Alloh ketgandan keyin sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar xalosdan. Sizlar aytib qo'ying. Qaysi elning qanday ekanligini bilgin kelsa, da'vatchidan belgi bor. Da'vatchi o'sha yerdan qaymoq aytib qo'yadi. Talasning bil, Talas elining atidan deb aytishadi. Talas elining atidan keladi. Aytsangiz bir jala javlib bayaqi ulaydan nasıl jala yapar. Ana aytsangiz uylar keyin büyük barib yo'lga tushib yaxshi yo'l bo'ldi, mashinada so'z bor. Bu dunyoda mening esimda qolgan birila narsa bor. Yemin desa, o'shanday qayg'uga batib turganda bir do'stim kelib, "Aysha, sen tozasan. Qayg'ur bor, Alloh taolo seni toza ekanligini ko'rdi. Bari ochiq aytdi. O'sha eng ko'p menga dem berganda o'shalgan esimda qoldi" deganda. Mo'minday mana maqsadliqlarning esinde iki dunyoda esimda qolib ketadigan narsalar. Senin de esinde kalsın, menin de esinde kalsın. Bundan keyin davatçını gelecekanda jığıla kalıp to'songa qarshi qilib aytib qo'yaylik. Alloh razı olsun da sizlarga.